Butun bir imperiya bitta so'z tufayli vayron bo'lishi mumkinmi? Muso keldi va ozodlik talab qildi. Ammo Firavnning qalbi toshdek qotgan edi. Shunda Rabbiy o'z qudratini ko'rsatdi. Nil daryosi qonga aylandi. Har bir uy, har bir burchak qurbaqalarga to'ldi. Misr titrab ketdi. So'ngra bitlar va yovvoyi pashshalar butun o'lkani qopladi. Chorvalar qirildi. Misr boyligi yo'q bo'la boshladi. Insonlar badani dahshatli yaralar bilan qoplandi. Ammo Firavn qaytmadi. O'sha tunda egamiz dedi: "Men Misrning bu boshidan narigi boshigacha o'tib, insonlarning har bir to'ng'ich o'g'illarini ham, chorvaning birinchi erkak bolasini ham o'ldiraman. Men egangiz Misrning hamma xudolariga qarshi hukmni ijro etaman." Osmon yorildi. Muz va olov aralash do'l yog'ib, hamma narsani yakson qildi. Chigirtkalar yopirilib keldi, yerning birorta ko'katini qoldirmadi. 3 kun davomida quyosh ko'rinmadi. Misr mutlaq zulmatga g'arq bo'ldi. Nihoyat eng dahshatli tun keldi. O'lim farishtasi har bir to'ng'ichni olib ketdi. Mag'rur hukmdor tiz cho'kdi. "Ketinglar!" deb faryod urdi. Isroil xalqi qullik zanjirlarini parchalab ozodlikka yo'l oldi. Bu shunchaki jazo emas, bu adolat tantanasi edi. Siz bu buyuk mo'jizaga ishonasizmi?